Rossiyaga ketayotganda birinchi muammo aeroportga, samolyotga bilet olib aeroportga borganingizda ko'pchilikni qaytarib yuboryapti. Assalomu alaykum. Sizlar bilan ishonchli avtobuslarimiz. Biz avtobuslarimiz maslahat berganimiz, avtobusda ketinglar deganimiz, granitsaga borganlarga Sagarchindan o'tiladi. Sagarchin granitsasiga borganlardan keyin как положено neytralga kirgandan keyin bemalol odamlar o'tib ketaveradi. Samolyot o'zingizlar bilyapsizlar, ko'p muammo bo'lyapti. Ko'pchilik borgandan keyin deport qilib qaytarib yuboryapti O'zbekistonga. Sababi sababi yo'q u narsa. Kimdir nirjachий лицо deyiladi, kimgadir hali turishingiz yoqmaydi, kimgadir telefoningizda birondan narsalar chiqib qolsa, shuni hisobiga ham qaytarib yuboryapti. Shuning uchun sizlarga maslahatimiz, bu maslahat xolos. Samolyotga ketmanglar demaymiz. Samolyot, конечно, zo'r, lekin hozirgi kunda ketishdagida eng zo'r qulayligi avtobusda ketish. Siz bilan bog'lansanglar, xudo xolasa hamma ma'lumotlarni qo'yganmiz. Ishonchli avtobuslarimiz xizmat qiladi. Bugungi reysimiz Toshkentdan Moskvaga shaharga ketadi. Bu avtobusda chiqoladi. Tojikiston fuqarolari ham bor, O'zbekiston fuqarolari ham bor. Bemalol Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'izistonliklar ham ketsa bo'ladi. Qozog'istonliklar ham ketsa bo'ladi. Telefon qila olasiz. Like bosishni unutmanglar. Videoni podeliza qilib qo'yinglar akalar, yaqinlarga. Ketdingmi?